Bu avtobusda holat va yo'lovchilari to'lov qilgan yoki qilmaganini ko'rsatib turibdi. Avtobusda kim to'lov qilgan yoki qilmaganini analasa bo'ladi. Sun'iy intellekt bilan shu dasturni yaratib ko'rdim va buni avtobusda sinab ko'rdim. Buning uchun avtobusga chiqdim va kompyuterim kamerasini avtobus kamerasi sifatida ishlatdim. Ishga tushishdan oldin eshik va terminal zonasini belgilab, tizimni ishga tushirdim. Tizim ishga tushgandan keyin har bitta eshikdan kirgan yo'lovchini yuzini rasmga olib, to'lamaganlar qatoriga qo'shib qo'yadi. Va agar o'sha yo'lovchi to'lov qilsa, u to'lamaganlar qatoridan o'chiriladi va agar o'sha yo'lovchi eshikdan chiqib, biroz vaqtdan keyin qaytib kiradigan bo'lsa, yana yangidan to'lamagan inson sifatida qo'shiladi. To'g'ri, bu tizimda kamchiliklari bor. Misol uchun, men hali terminalni qabul qilindi yoki qilinmadi, ya'ni javobiga qarab ishlashini qo'shmadim. Sababi biroz kuchliroq kamera kerak bo'ldi, lekin shu kichik tizim orqali buni iloji borligini ko'rsatib berdim. Nima deb o'ylaysiz? Bunaqa tizim avtobuslarimizga kerakmi? Fikringizni